Nimaga hamma insonlar yarim yo'lda fikridan qaytib qoladi? Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan doimgidek Jon Tutor. Bugun na General English, na IELTS haqida gaplashamiz. Bugun zamonaviy kasb haqida gaplashamiz. Trading, kripto birja, SMM, mentorlik, logistika shu kabi kasblarni ingliz tilini o'rgangan hamma shu yo'nalishlarda ishlagisi keladi. Lekin internetga kelib self study qilmoqchi bo'lgan barcha inson shu holatda to'xtalib qoladi. Negaki O'zbekistonda hamma zo'r trader, hamma sohani tashlagan, lekin unda doim emas. Negaki hamma to'g'ri strategiya bermaydi, hamma kursini sotishi afzal turadi xolos. Kriptoga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda hamma kriptoni otasi, kimdir kripto mining otasimi, la. Internetda chet ellik qaysidir blogerlarning so'zini kopirovat qilib, o'zbekcha qilib, baqirib, tushunib gapirib chiqadi. SMMga keladigan bo'lsa, kimdir yaxshi kontent oladi, tagida boshqa SMM xatosini aytadi. O'quv markazida kim o'zlariga 8 yoshda 10 IELTS oldi, 9 yoshda 11 IELTS oldi. 10-11 IELTS ham paydo bo'lib qoldi. Prikol, lekin bu xato. O'quv markazida 8 balliga mana bunaqa gapirish kerak, mana bunaqa gapirish kerak. Yo'q, insonlar yarim yo'lda fikridan qaytib qoladi. Iltimos, o'quvchilarni yangi o'rganmoqchi bo'lganlarni ko'pchilik internetdan o'rganmoqchi bo'ladi. Chunki internetda manba qidirish osonroq bo'lib qoldi. Mediadagi manbalarni qidirish chog'ida ko'pchilik shu holatda to'xtalib qolyapti. Negaki hammada keraksiz ma'lumot. 8 olish uchun 9 ta maslahat, 9 olish uchun 9 ta. Hech qanaqa maslahat yo'q. What's your name o'ziga my name is John bo'ldi edi. Meni ammamning o'g'li bunaqa chaqiradi, xolamning o'g'li bunaqa chaqiradi. Bunaqa narsa yo'q. Iltimos, qiynamanglar insonlar. Bu murojaatdan barcha internetdagi keraksiz trading, keraksiz kripto va keraksiz tutorlikni targ'ib qilayotgan o'quv markazi va o'qituvchilarga, tutorlarga tegishli. Ba'zi o'qituvchilar bor, tutorlar chiqadi-da, speakingiz oshmayaptimi, sizga buni markazingiz o'rganmayaptimi? Ko'rkimdagiga o'zi American speech'da o'rgataman, o'quv markazimga tashrif buyuring. Gapingizga to'g'ri kelmayapti. Jon insonlar, iltimos. Dushanbani gapi chorshanbaga to'g'ri kesin. Yoki kimnidir yomonlab chiqishdan oldin 800 marta o'ylab ko'ring. Hammaga rahmat, sizlar bilan Jon Tutor bo'ldi. See ya.